Shogirdlik kursi haqida aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni, bizani kursimiz boshqa kurslardan nimasidan farq qiladi? Birinchisi bu dokumentida Ta'lim vazirligidan tasdiqlangan sertifikat ikkita beriladi. Bittasi Sog'liqni saqlash vazirligidan litsenziya raqami bilan, ikkinchisi bu Ta'lim vazirligidan litsenziya raqami bilan sertifikatlar beriladi. Undan tashqari ayollar massaji uchun va universal massaj uchun, universal massaj kursi uchun berilgan sertifikat ichiga hammasi kirib ketadi. Hozirgi reabilitatsiya sohasi, massaj sohasida nima yengilliklar bo'lsa, hammasini kirgizib yuborganman. Mana 2025-yili bilimimga qilgan investitsiya $10,000 dan oshibdi va mana shu bilimlarimni hammasini mana shu kursimizga kirgizganmiz. Undan tashqari yurist konsultatsiyasi, professional psixolog konsultatsiyasi va bulardan ham tashqari SMM darslari va sizlarga ikkita kurator biriktiriladi. Amaliyotingiz uchun, amaliyotdagi qo'lingiz, harakatingiz, klassikangiz, to'g'ri qilyapsiz, noto'g'ri qilyapsiz, qilish mumkin bo'lgan holatlar, qilish mumkin emas bo'lgan holatlar, hammasini kontrol qilish uchun alohida mutaxassis va leksiyalarni siz qay darajada tushunyapsiz, qay darajada sizga tushunarli bo'ladi darslar, bularni bilish uchun yana alohida leksiya uchun kurator biriktiriladi va bu ikkala kurator ham siz bilan baravar natija uchun kurashadi va men 100% ayta olaman, juda ham sifatli bo'lgan o'quv kursi.